Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda AQSh Eron ustidan g'alaba qozondi. Eron atrofidagi mojarolar NATO ichidagi nizolarni kuchaytirdi. AQSh va Isroil Eronga tovon puli to'lashi kerak, Aroqchi. Netanyahu boshqa mamlakatlarni ham Isroil va AQShning Eronga qarshi urushiga qo'shilishiga chaqirdi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQSh bilan muzokaralar o'tkazilganini rad etdi. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzcardga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. AQSh qo'shinlari Eronga qarshi operatsiyadan shunchalik hafsalasi pir bo'lganki, ular harbiy xizmatni tark etishga tayyor. Qo'shinlar kuch himoyasi va rejalashtirishning yetarli emasligidan aziyat chekmoqda. Biz Isroil uchun o'lishni xohlamaymiz, biz siyosiy piyodalar bo'lishni xohlaymiz, dedi rezervchi. Yerdagi operatsiya mutlaq falokat bo'ladi. Biz hatto jangovar zonadagi bitta yerdagi bazani ham to'liq himoya qila olmaymiz, deyishadi rasmiylar. AQSh Eron ustidan g'alaba qozondi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan mojaroda Vashington g'alaba qozonganini ma'lum qildi. Menimcha biz Eron bilan urushda g'alaba qozondik. Men sulh e'lon qilishni istamayman. Agar siz raqibni deyarli yo'q qilgan bo'lsangiz, sulh e'lon qilinmaydi, dedi Tramp. Shuningdek, u AQSh uchun Ormuz bo'g'ozini endilikda muhim emasligini ta'kidladi. Ormuz bo'g'ozi Yevropa, Koreya, Yaponiya va Xitoyga kerak. Ular bu masalaga o'zi aralashishga to'g'ri keladi, deya qo'shimcha qildi AQSh rahbari. Isroilning sobiq prezidenti deputati Moshe Feiglin: biz uchun juda yaxshi holat yuz bermoqda. Biz Masjidul Aqsoni yopishda davom etyapmiz va hech narsa bo'lmayapti. Hech kim e'tiroz bildirmayapti. Bu bizni mintaqaviy kuchga aylanib bo'lganimizni anglatadi. Ma'lumot uchun, Masjidul Aqso Eron bilan urush boshlangan kunlardan buyon Isroil askarlari tomonidan yopilgan. Hatto bu yil u yerda hayit namozi ham o'qilmadi. Eron atrofidagi mojarolar NATO ichidagi nizolarni kuchaytirdi. AQSh ittifoqchilarini Hormuz bo'g'ozi xavfsizligini ta'minlashga chaqirgan, ammo Germaniya va boshqa Yevropa davlatlari bu missiyani NATOning vazifasi deb hisoblamasligini ma'lum qilgan. Trampning Eron bilan urushi NATO uchun inqiroz bo'lib, Ukraina loyihalari va AQShning Yevropa xavfsizligiga sodiqligi xavf ostiga qo'yish mumkin, degan ekspert Nikolenga. AQSh va Isroil Eronga tovon puli to'lashi kerak, Aroqchi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSh va Isroil Eronning yadroviy obyektlariga bergan zarbalari uchun to'liq kompensatsiya to'lashi kerakligini bildirdi. Bu haqda u Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi va Xavfsizlik kengashi a'zolariga yo'llagan maktubida aytib o'tdi. Uning ta'kidlashicha, Tehron, Vashington va Tel-Avivdan mamlakatdagi tinch atom obyektlariga qilingan harbiy hujumlar oqibatida yetkazilgan zararni qoplashni talab qilmoqda. Aroqchi bu orada Birlashgan Millatlar Tashkilotini ham keskin munosabat bildirishga chaqirgan. Diplomat bunday harakatlar juda og'ir oqibatlarga olib kelishi, insonlar hayoti va atrof muhit uchun katta xavf tug'dirishini aytib o'tgan hamda barcha hujumlarni zudlik bilan to'xtatishni talab qilgan. Eron tomoni zarar yetkazgan davlatlarning to'liq moliyaviy javobgarligini talab qilmoqda. Aroqchi shuningdek, tinch yadroviy obyektlarga qilingan hujumlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomi, Xalqaro atom energiyasi agentligi qoidalari va xalqaro huquq normalarini buzishini aytgan. Netanyahu boshqa mamlakatlarni ham Isroil va AQShning Eronga qarshi urushiga qo'shilishiga chaqirdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu butun dunyo mamlakatlari rahbarlariga murojaat qilib, ularni Eronga qarshi Isroil-Amerika urushiga qo'shilishga chaqirdi. U bu haqda Isroil janubidagi Arad shahriga Eron raketasiga qulagan joyga tashrif chog'ida bildirgan. Dalil sifatida Netanyahu Eronning Isroildagi fuqarolik obyektlariga zarbalari, Hind okeanidagi Diogo Garcia orolida joylashgan Buyuk Britaniya Amerika bazasi tomon 4000 kilometr masofaga qit'alararo raketa uchirgani hamda Hormuz bo'g'ozini qisman to'sib qo'ygani haqida da'volarni keltirgan. Butun dunyoga tahdid solayotgan bu rejimni to'xtatish kerakligiga yana qanday dalillar kerak? Isroil va Qo'shma Shtatlar butun dunyo birgalikda harakat qilmoqda. Endi boshqa mamlakatlar rahbarlari ham qo'shiladigan vaqt keldi. Ularning ba'zilari bu yo'nalishda harakatlana boshlayotganini mamnuniyat bilan aytmoqchiman, biroq bundan ham ko'prog'i kerak, dedi Netanyahu. Uning so'zlariga ko'ra, Eronga qarshi xalqaro koalitsiya go'yoki butun dunyo xavfsizligi uchun zarur. Tramp muvaffaqiyatli muzokaralardan so'ng AQSh Eronga qarshi zarbalarini 5 kunga to'xtatayotganini e'lon qildi. So'nggi 2 kun ichida AQSh va Eron o'rtasida juda muvaffaqiyatli muzokaralar bo'lib o'tganini xabar qilishdan mamnunman. Men barcha harbiy zarbalarni 5 kunga to'xtatishni buyurdim, dedi AQSh prezidenti.
Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQSh bilan muzokaralar o'tkazilganini rad etdi. Donald Tramp bilan hech qanday muzokaralar o'tkazilmadi. U javob zarbamizdan qo'rqib chekindi deya korpus bayonotida iqtibos keltirdi Eron ommaviy axborot vositalari. Eron qurolli kuchlari bosh shtabi ham shunga o'xshash bayonot berdi. AQSh prezidentining Eron elektr tarmoqlariga zarba berishdan voz kechishi arablar va Isroilga tegishli mulklarning yo'q qilinishi ehtimolidan qo'rqish natijasidir, deyiladi Eron qurolli kuchlari bayonotida. Eron Isroil janubidagi Arad shahriga ham zarba berdi. Arad va Dimano Negev cho'lidagi yadro markazi deb ataladigan hududga yaqin joylashgan bo'lib, Eron aynan shu obyektni nishonga olgani taxmin qilinmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Aradda raketa zarbasi natijasida 9 ta turar joy binosi vayron bo'lgan. Kamida 70 kishi turli darajada jarohatlangan. Aradga hujumdan oldin Eron qo'shni Dimano shahriga ballistik raketalar uchirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u yerda 12 tagacha zarba qayd etilgan. Ulardan biri turar joy binosiga tekkan. Qutqaruvchilar Dimanoda 50 dan ortiq jabrlanuvchilar borligini ma'lum qilgan. Ularning 38 nafari og'ir ahvolda. Isroil rasmiylari hozircha har ikki shaharda halok bo'lganlar haqida ma'lumot bermagan. Eron o'rta masofali 2 ballistik raketani Diego Garcia orolidagi AQSh-Britaniya harbiy bazasi tomon uchirdi. Bu orol Erondan taxminan 4000 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu esa Eronda rasman aytilganidan ham uzoqroq masofaga uchadigan raketalar bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, amerikaliklar haligacha Eron qanday qilib 5-avlod ko'rinmas F-35 qiruvchi samolyotini urib tushirganini tushuna olmayapti. Pentagon Eronga qo'shin kiritishga faol tayyorgarlik boshladi. AQSh Mudofaa vazirligi Amerika quruqlikdagi qo'shinlarini Eronga yuborish ehtimoliga faol tayyorgarlikni boshladi. Bu haqda muhokamalar jarayonidan xabardor bir nechta manbalarga tayanib CBC xabar berdi. Telekanal suhbatdoshlariga ko'ra, yuqori martabali harbiy mulozimlar allaqachon ushbu ssenariy bo'yicha aniq so'rovlar yuborgan. Chunki prezident Donald Tramp Eronga qarshi urushda shu kabi qadamlarni ko'rib chiqmoqda. Tayyorgarlik doirasida amerikalik harbiylar, xususan Eron askarlari va harbiylashtirilgan tuzilmalar jangarilarni qo'lga olish hamda asirlar qayerga yuborilishini belgilash bo'yicha yig'ilishlar o'tkazgan. Rejalashtirish jarayonida quruqlikdagi qo'shinlarning tezkor harakat qilish kuchlari va dengiz piyodalari korpusining ekspeditsion bo'linmalari ishtirok etmoqda. Shu bilan birga Trampning o'zi 19-mart kuni jurnalistlarning savoliga javob berar ekan, avvaliga Eronda quruqlikdagi operatsiya o'tkazish niyati yo'qligini aytdi, ammo darhol agar men buni qilganimda ham sizga albatta aytmagan bo'lardim deb qo'shib qo'ydi. Ushbu vaziyat fonida AQSh Yaqin Sharqdagi harbiy ishtirokini kuchaytirmoqda. 2 nafar amerikalik mulozimning ma'lumotiga ko'ra, shu hafta boshida Kaliforniyadan 3 ta harbiy kema va ekspeditsion bo'linmalarning qariyb 2200 nafar dengiz piyodasi yo'lga chiqqan. Bu urush boshlanganidan beri mintaqaga yuborilgan ikkinchi shunday bo'linmadir deb qayd etadi CBC. Reutersga ko'ra, Tramp Eronda dengiz piyodalaridan foydalanishning bir necha variantlarini ko'rib chiqmoqda. Hormuz bo'g'ozi orqali tankerlarning xavfsiz o'tishini ta'minlash uchun Eron qirg'oqlarida pozitsiyalarni egallash, Xark orolini qo'lga olish, shuningdek yuqori darajada boyitilgan uran zaxiralarini qo'lga kiritish bo'yicha operatsiya. Oq uy agentlik bilan suhbatda quruqlikdagi qo'shinlarni yuborish bo'yicha hali yakuniy qaror qabul qilinmaganini, biroq prezident barcha variantlarni donolik bilan o'ylab ko'rayotganini ta'kidlagan. Hozirda AQShning Yaqin Sharqdagi harbiy guruhi tarkibi qariyb 50 000 askarni tashkil etmoqda.